Rossiya Ukrainaga tajovuz qilganligi sababli O'rta Osiyodagi ta'sir doirasi kichiklashga boshlagan. Xitoy bu fursatni qo'ldan bermaslik uchun rayondagi davlatlarga qatirashni kuchaytirgan. Xitoy xalq to'rining xabarda bildirishicha, 13 oktyabr Xitoy muavin raisi Wang Qishan Qozog'istonda ochilgan o'zaro hamkorlashish va ishinish tadbirlari yig'inining 6-qitimliq boshliqlar yig'iniga qatnashgan. Yig'inda bildirilishicha, yaqinqi yillardan buyon bo'libmi Prezident To'qayev taxtga chiqqandan keyin Qozog'iston Xitoyga texmi yaqinlashishga boshlagan. To'qayev Wang Qishan bilan ko'rishganda Qozog'iston taraf Xitoyning bir balvoq bir yo'l planini qat'iy qo'llaydiganligini, Xitoy taraf bilan birlikda Qozog'iston-Xitoy umumyuzlik strategik hamkorlik munosabatini uzluksiz mustahkamlash uchun tirishadiganligini bildirgan. O'tgan hafta Qozog'iston va O'zbekiston Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida Xitoyning Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiliklarini munozara qilish taklifiga qarshi chiqqan edi. İşgaliyatçı Xitoy rejimi Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan bostirib, irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan bir vaqtda Sharq Turkistondagi ko'mir qatorliq tabiiy boyliqlarni bulang-talang qilib qazish hamda Xitoyga to'shish salmoqini oshirgan. Tangirtog' to'rining 12 oktyabrdagi xabarda aytilishicha, bu yil oldingi 3 faslda Xitoy energiya guruhi atalmish Xinjiang energiya cheklik mas'uliyat shirkati tamomlagan ko'mir ishlab chiqarish miqdori jami 56 million 263 ming tonna bo'lib, bulturga o'xshash mazgildagidan 15 million 138 ming tonna oshganligini, 57 million 676 ming tonna ko'mir setish tamomlanib, ish nisbati 36,6% bo'lib, tarixdagi o'xshash mazgildagiga selishtirganda yangi rekord yaratilgan. Xabarlarga qaraganda, Germaniya muavin bosh ministri va iqtisod ministri Robert Habeckning sentabrning o'rtalarida Xitoyga qaratgan bir qism qattiq iqtisodiy siyosatlarni tuzish chaqirig'i savdo sohasining qarshilig'iga uchragan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Germaniya savdo dunyosidagi nurg'un boshqaruvchilar Xitoy bilan yiroqlashish usuliga qarshi turamiz deb ogohlantirib, iqtisod ministrligining Xitoy bilan bo'lgan savdoni kamaytirish maydonining xato yo'l ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Egilishicha, Xitoy Kommunist partiyasining yig'indan ilgari nurg'un advokat qo'lga ilingan va parakandichilikka uchragan. Ma'lum bo'lganidek, Xitoyda Xi Jinping siyosiy davolg'ish ichida 3-qitim vazifa o'tash orqali huquqni mustahkamlashning ko'yida. Muhofizachilar gazetining xabariga qaraganda, ismini oshkorlashni xohlamagan advokat Xitoydagi ijtimoiy aloqa suplarining uning barliq yozmalarini qamal qilganligini, uni Twitterda yozganaman soqchilarning guvohlik berishiga chaqirganligini aytgan. Qozog'iston poytaxti Ostonada o'tkazilgan O'rta Osiyo Rossiya boshliqlar yig'inining yepiq bo'lagidagi ijtimoiy taratqularda tarqalgan ko'rinishlardan ma'lum bo'lishicha, Tojikiston prezidenti Rahmon Rossiya bilan O'rta Osiyo davlatlari munosabatining adil emasligini tilga olib, Putinning O'rta Osiyo davlatlariga Sovet ittifoqi mazgildagidek muomala qilishni xohlamaydiganligini bildirgan. Egilishicha, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi Elon Muskning SpaceX shirkatining Ukrainaga ta'minlagan yulduzlar aro sun'iy hamra internet mulozimatini haqsiz davomlashtirmaydiganligi to'g'risida shirkat bilan suhbatlashayotganligini e'lon qildi.